jonli efir boshlandi. Do'stlar, qaranglar, hozir YouTube'da просто tak nima shorts o'tkazib ketaveraman. Hammasini oxirigacha ko'raman. Yuklab olsanglar, bez Wi-Fi yoki internetlaring kam bo'lsa ham ko'ra olasizlar-da. Kim bu bola? Voy kelib qoldilar o'zlari. Voy basharam qo'rqosalar bormi? Hamma yodudlanib yotibdi, yuzlarimni tez yubordik. Voy qo'yni qolib ketadi mandan mahalladagi qizlar, yarim yalang'och qizlar bor. Mani bu ahvolda ko'rish kerak emas edi. Ertaga kelish kerak edi. Voy ham hozir molxonaga kirdim, sasiyotib hamma yog'im. Ish qilib bilib qolmasin deb sasiyotganimni. Hozir tez yuvinib chiqay bir sidra. Voy kelib olganini, ertaga kelish kerak edi. Voy chesnogam yegan edim, kelmaydi deb tezroq tishlarimni yuvib voy ishqilib kelib qolmasin deb yuzlarimga tamom qilib surab voy yuvib yaxshilab sochlarimni yig'sammikin yoysammikin, sochim sasiyotgani bilmayotganmikin, mashina surib qolib shinqib kelib yaltirab turadi. Yaxshimi ish qilib sochlarimni tarab yig'ib oldim. Endi men ko'ylak kiysammikin, mashinasi yarashda salman deb o'zim yoqib ketaman deb o'zimga qarabsam boshqa kiydim, atir sepib olaman. Sochimni yoyaymi, yig'aymi? Yoyganim chiroyliroq. Mana nasib qoldi, ishonch yo'q zubni pastaga. Xo'sh, endi bu narsa pishirib tashlasam, yuvinib chiqmoqchi yuvinarmikin yo darrov kelib olarmikin? Bananamni sarg'ayman taksiga olib. Arnold Schwarzeneggerdan o'rgilga kebobdan mahalladagi qizlardan qo'rqaman deb bu qosh ko'zini suzib qo'shini aylantirib oladi. Tezroq hozir mashinani suzib, pishirib, suqlarni siqib, bilasizlar, er qo'ynini oshqozon orqali bu yuragini zabt etsa bo'ladi. Mana hozir gaplarimni shu qavatda bilasizlar, ko'rasizlar. Hozir tez tayyorlashim kerak, keslar qo'ynilari qoladi deb mana tayyor qilmaganman. Bu astag'firulloh. Jonim o'zingmisan, tanimayman. Voy jonim, keldingizmi? Sog'inib ketganim, keling hozir endi qolganlari endi pishyapti, oling bananchikdan. Şahınlardan sayda, şahınlardan sayda. Оранжевая, желтая, коричневая и синяя. Желтая на своем месте, остальное я съедаю. Ты хитрый, поэтому желтая. Красная, зеленая. Зеленая не на своем месте, а это я съедаю. А красный отгадал? Да. Ну тогда вариантов немного. Зеленая, желтая, красная, синего не было, коричневого не было, оранжевого. Не помню уже. Я тоже не помню. Красная? Вот ты хитрюга. Oho! Buni qaysi geniy miyasi qaynab ketgan, bilimi oshib ketgan odam o'rnatdi? Feruz qani chiqib yoqchi tez, xo'p bo'ladi aya.
Hozir yoqaman-da men ayajon. Ana. Oppali, ana aya, yoqdim. O, zo'raylanar ekan-a? Endi o'chir qani? Voy, aya, o'chir. Qo'lim maydalanib ketadi-ku. Aya, tush pastga. Firuz, ventilyatorda kim o'rnatdi? Qaysi geni? Aya Jamila o'rnatdi hammasini. Ventilyatorni ham Jamila o'rnatdi. Menda umuman ayb yo'q. Aya nima problema bo'lyapti? Bizga er topdingizmi yoki? Voy gayak, ana ventilyatorni sen o'rnatdingmi? Конечно men. Bilardim tovuq miyaligingda. Qani bu yoqgacha o'chirishani ventilyatorni qanday o'chirasan endi? Aya, 6 sekund. Problema yo'q, вообще problema yo'q. Mana texnologiya ayajonim. Ana! Ali, oppa! Voy, вот это поворот, Jamila. Qizim, geniysan, geniy. Oho! Buni qaysi geniy miyasi Jamshid ushlashibdi, har kuni cho'miltiraman-da men buni. Yo'q, baribir qochib ketaman, bu baribir yerga tegmaydi. 30 ga kirdi, lekin hali yerga tegmayapti. Bundan qutula olmayman. Qochib qutulmasam qutula olmayman bundan. Qutqaringlar meni bo'ydoqlar. Zo'rdan sekada maza qilyapman. Uyaling aka, yoshingizga yarasha ish qilsangiz bo'lmaydimi? Ertanindan qizingizni yerga berasiz. Hali ham yuribsiz jirtillab, likkillab yuribsiz. Jamshid, nima bu bark maynamga chiqib asabimni buzib olinmaydi balki, ha? Boydan beri urinyapman, nima olinmaydi, ha? Abba, shu Firuz qizimga aql zakot bo'lmadi-da. O'zim markatda bormi aql zakot? Dastlabga qo'rsak. Jonga tegdi. Men bitta barkka yengilmayman. Tomog'im ketdi o'zi. Mana, shuni olib kelamiz-da. Firuz nima qilmoqchi bo'lsa endi. Hozir bunga mamosini ko'rsataman. Ana, shu pilosos bilan kallasiga qo'yib olsang-da. Voy, daraxtdan tarqagan, olinmayman deydi-ku bu, ha? Olinasan. Uf. Abba. Uf, miyamga bir bo'mag'ir g'oya kelmayapti-ku. Bu bo'mag'ir Pro Max g'oya keldi miyamga. Ana, bo'ldi. O'l Firuz, bu g'oyangga eshagim hangralardi. Abba, bu Firuzni yaqinda erga bermoqchi edim-ku. Bir oydan keyin to'y edi. Bo'ldi. To'y atmen Firuz, sen qaytib kelasan. Nima? Ona tili, assalomu alaykum. Matematika, kimyo, geometriya, jismoniy tarbiya, assalomu alaykum. Algebra, fizika, biologiya, assalomu alaykum. Charchab ketdim. Misha urib bo'lgandan keyin hali tashqariga chiqib mollarga suv berish kerak. Bo'pti. Qaysi ulgurishni bilmayapman. Ikki pachka sigaret oldim, yur chakamiz. Yo'q, sigaret chaqmayman, sog'lik uchun zararligini bilib qoldim. Bitta qo'limda sigaret bo'lsa, mendan yalinib so'rab yurarding-ku. Aroq ichmasmi? Hozir ichazdan chiqman bilan. Odam emas ekan, gapga tushmas ekan bu kalbosh. Dadam kecha chaqishimni bilib qoldi. Yoniga chaqirib qulog'imning tagidan sho'ra qaynatdi. Haligacha qulog'im shang'illayapti. Hech bo'lmasa kompyuterxonaga borib kompyuter o'ynaylik. Semchka bilan qo'la chaqib o'tiramiz. Dada ko'rmaydi-ku. Dadam ko'rib qolib ikkalamizni sochimizni yursin keyin. Aytgancha seni soching yo'q-ku. Shuning uchun ekanda. Pulini o'zim to'layman borsang, jigar. Yo'q, seriozna. Qayerga borish kerak? Ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli o'g'il. Alo, Firuz, seni ering basharasi cho'chqaga o'xshaydigan bitta yalmog'iz qiz bilan turibdi. Degani, men hozir erimning yonidaman. Nima deyapsan, kuchuk? Alo, Firuz. Qaramang o'zingni bos. Sherzod aka, bitta tishlay. O'chiribga qara, meni ham tishlagim kelib turibdi. Men tishlamay orqasidan qo'layman. O'chirmay tishlayman, dumingnikiga yaraman os. Assalomu alaykum. Sherzod aka, yaxshimiz? Yaxshimiz, Sherzod aka, charchamayman. Armon bo'lib qoldi-da. Ko'taryapsanmi mushukcha? To'qmi yemsan, o'rtada turib hammasini o'zim men ko'taryapman. Ikkalang sayr qilib yursan. Aytgancha mushukcha deb xotiningga aytasan. Aliyo, to'qmi yaqalaysan. Voy, Firuz dugana sekinroq gapira, oldimda bolalar bor. Yo'q, salom to'qmiyalar. Firuz, axir ular yosh bolalar, kichkina hali ular. Yo'q, salom kichkina to'qmiyalar. Aliyo, to'qmi yaqalay. Qani qizlarim, menga aytinglarchi. Bolg'a bilan mana bu cho'p nursam, kartochka tushib ketadimi? Конечно, tushib ketadi, aya. Wow! Oma qoyil lekin aya. Kartoshkadagi cho'p qanday turibdi? Cho'tki turibdi aya.
Vapshe mustahkam turibdi. Men ham gaplaringga qo'shilaman. Sizlar ham mana shu kartoshkaga o'xshaysizlar. Har kuni sizlarni urib turtib tursa, rivojlanasizlar. Tushundinglarmi? Yo'q. Tushundik aya. Unda yaxshi. Shunda siz bolg'amisiz? Tayyorlan yugurishga. Har doim nasihat berganimda sen parod qilib gapirib o'tirasan. Bu yoqqa. Yo'q, aya. Qani qizlarim, sen ko'p yolg'on gapiryapsan o'g'lim. Mana bu yolg'on aniqlagich detektori. Yolg'on gapirsang bip deb ovoz chiqaradi. Xo'sh, bugun qayerda eding? Maktabda edim. Bip. Ha, yaxshi, do'stlarimdan kinoga borgandik. Bip. Bo'pti, rostini gapiraman. Sardor do'stimning uyiga bordik, ishtik chaktik kayf qildik, qaroch. O'l, so'ta qo'zi, sendek paytimda men do'stlarim bilan kutubxonadan chiqmay kitob o'qirdik. Bip. Abba, parod qildik-ku. O'g'lingiz ham sizga o'xshaydi. Sizning o'g'lingiz-da bu. Bip. Voy. Sen ko'p yolg'on gapiryapsan o'g'lim. Mana bu yolg'on